Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganinglardek havolar juda isib ketdi. Bunaqa havo issig'ida eng sezonniy narsa bu basseynlar. Endi bizda basseynlari bugun Namangan shahridagi eng arzon do'kon Sport City do'konida narxlar bilan bugun sizlar bilan tanishib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bunaqa narxlar butun respublikada topilmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hozir kunlarda mana shu kunlar isib ketdi-ku, obunachilarga bitta narsa qiziq bo'lyapti. Mana basseynlar katta, kichkinasi, razmeri, narxlar to'g'risida mega aksiya e'lon qilgan ekansizlar. Tanishtirib o'tsangiz obunachilarimizga. Bo'ldi, tushunarli. Asosan bolalar uchun mo'ljallangan 1.47 diametri 33 cm chuqurligiga mo'ljallangan shu kichik karopankamizda bo'lgan shu ajoyib basseynimiz. Narxi 196 ming so'm. Atiga 183 ga 51 cm, diametri 183, chuqurligi 51 cm bo'lgan shu basseynimiz atiga 299 ming so'm. Buni ko'p joyda 300 ming, 350 ming sotishayotganini biz ko'rdik. Keyingi basseynimizga o'tadigan bo'lsa 244 ga 52 bar. 2,5 ga 2,5, chuqurligi 61 cm. Bularimiz narxi bo'lsa 415 ming so'm. Keyingisi xuddi shu diametrda chuqurligi 76 cm, yanada chuqurroq bo'lgan basseynimiz bo'lsa 459 ming so'm. Bunisiga o'tadigan bo'lsa 3 metrga 3 metr, chuqurligi 61 cm bo'lgan basseynimiz 519 ming so'm. Diametri xuddi shunday va boshqa turdagisi 76 cm chuqurligi, 3 metr diametri. Bunisining narxi bo'lsa 546 ming so'm. Nadunnoy basseynlarimiz tugadi. Endi bo'lsa stoykali basseynlarimizni tanishtirib o'taman. 244 ga 76, 2,5 ga 2,5, chuqurligi 76 cm stoykali basseynlarimiz. Bularimiz narxi atiga 1,86 ming so'm. Keyingisi bo'lsa 260 ga 1,60. Bunisi esa 1,39 ming so'm. Atiga bundan ham arzon, yana ham kattaroq. Keyingisi bo'lsa 305 ga 76, 3 metrga 3 metr, chuqurligi 76 cm. Bu ham dumaloq bo'ladi, faqat stoykali. Xoliseli ko'k rangi, xoliseli seri ranglari mavjud. Bularning narxi umuman farq qilmaydi. Qolgan joylarda 100 ming, 200 ming so'mgacha farq qiladi. Narxi 1,136 ming so'm. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak 366 ga 76, 3,5 ga 3,5, chuqurligi 76. Bunisining narxi bo'lsa 1,329 ming so'm. 3 ga 2 bo'lgan modellarimiz, eng hadoviy modellarimizdan biri 1,276 ming so'm. Eng kattalardan birlariga keldik. 4,5 ga 2,20, 84 cm. Bularimiz narxi bo'lsa 1,976 ming so'm. Hamma kutgan o'sha gigantoviy basseyn. 4,5 ga 1,22, 4,5 uzunligi, eni ham 4,5, bu diametr, ya'ni dumaloq. Balandligi bo'lsa 1,22. Bemalol katta okalar ham cho'milsa bo'ladigan basseyn. Bunisining narxi bo'lsa 5,465 ming so'm. Va sizlarga aksiyamiz uchun turib o'tamiz. Narxini любой joyda so'rab ko'rasizlar. Namangan bo'yicha eng arzon narxda qilib beramiz. Va xohlagan turdagi basseynlarni olasizlar. Xoh kichik bo'lsin, xoh katta bo'lsin. Любойсini olasizlar. Xohlagan ko'rasizlar, balonchilarimizdan xohlaganini olib ketsanglar bo'ladi. Sizlar uchun albatta obunachilarimiz eng arzon, eng qulay narxli Sport City'da. Sifat haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, 16 yil tajribaga ega bo'lgan Intex brendidan olamiz. O'zbekistonga kirib kelganiga 16 yil bo'lishiga qaramasdan, hozirda eng sifatli darajaga chiqqan basseynlarimizdan bittasi. Har bitta basseynimizda materiali 3 qavat bo'ladi va hammasiga garantiyali qilib turib beramiz. Tekshiruv chiqmasligiga yokida qanaqadir muammo bo'lmasligiga do'kon tomonidan ham, brend tomonidan ham har bittasiga kafolatli, garantiyali qilib beramiz. Bu modelni tushuntirib o'tgandan keyin 4,5 ga 4,5, diametri 4,5, chuqurligi 1,22 bo'lgan basseynimizda narxi nega qimmat deganligining sababi buni ichida qo'shimcha filtri bo'ladi, ya'ni suvni tozalab beradigan filtri. Balandligi uchun o'zini maxsus chiqib tushadigan narvonlari bo'ladi. Yomg'irli fasl, chang fasllarda terasga yopib qo'yadigan o'zini materiallari, tagiga solib qo'yadigan narsalari har bittasi o'zini ichida
va sizlarga shu narxi ichida Namangan bo'yicha ustanovka xizmati ham bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Namangan shahri bo'ylab besplatniy tarzda yetkazib beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqamiz. Manzilimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Sardobadan kelishda Bobur parkining yo'parasida joylashgan, ko'rishingiz mumkin.